Bugun sizlarga manda bor hamma breloklarni obzor qilib beraman va yana birdan baho beramiz. Hurmat qilganimizdek, keling eng kattasidan boshlaymiz va bizda bu shunaqa verblud va men bunga 10 dan 2 ball qo'yaman. Men uchun buni prosta shunaqa sumkaga ilish bu g'alati. Keyin esa meni eng sevimli bu shunaqa mushukchalik. Buni brelok emas, o'zi o'yinchoq qilsa bo'lardi. Men bunga 10 dan 7 qo'yaman, chunki sumkaga ilganda slishkam katta turadi. Menda yana shunaqa ikkita zvirushkalar ham bor, lekin bularni prosta nimaligini ham bilmayman. Birinchisi bu esa ikkinchisini va buni yuzini prosta o'ziga topib olishlik kerak. Обязательно bo'lgan menda ikkita shunaqa mishkachalar ham bor. Buni ikkalasiga ham 10 dan 10. Endi esa meni 5-sinfda tutgan breloklarim bu shu ikkitasi. Birinchisi bu shunaqa rangini o'zgartiradigan единорожка, ikkinchisi esa rozовый flamingo va голубой kozli. Shu ikkitasi men rostdan kichkinasi bo'lganimda tutganman va 3 ta oddiy va chiroyli turadigan breloklar. Birinchisi bu menda o'sha trend bo'lib ketgan vishinkali brelok. Bu esa ikkinchisi bu faqatgina serdechka va domek va men buni kanishkani olganman. Uchinchisi esa bu shunaqa novogodniy olень. Честно aytaman, shu 3 tadan mana shu ikkitasi og'ir. To'shqa tiplar degani menga mana shu matryoshka brelokdan ham Moskva namga berganlar. Ikkita men umuman tutmagan breloklar bu mana shu ikkitasi. Bunisini xato olgan bilmayman, lekin buni bim ochilishda berishgandim. Va shu bilan bizning mini obzorimiz ham tugadi. Всем пока!